Atigi 3 dagina mahsulotdan bugun sizlar bilan birgalikda uy sharoitida siroklar tayyorlashni o'rganamiz. 1,5 kilo tvorog, 20 gramm sariyog' va 1 piyola quyultirilgan sut kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarni birgalikda tovaga solib, hammasini birgalashtirib blender qilib olamiz. Blender qilingandan so'ng shunaqa massa hosil bo'lgandan keyin tayyor bo'lgan massamizni chiroyli qilib bir martalik idishlarga solib olib, ustidan bananlarni terib chiqamiz. Ustidan yana bir marta bananlarni solib olib, yana ustidan o'sha tayyor bo'lgan tvoroglik massamizni solib olamizda 20 minutda muzlatgichga qo'yib olamiz. 20 daqiqadan so'ng tayyor bo'lgan sirokimizni muzlatgichdan olib olamizda posudasidan ajratib olamiz va tayyor bo'lgan siroklarimizni chiroyli qilib kesib dasturxonga tortamiz. Ishoning, siz ham tayyorlab ko'ring. Yo'qsa albatta videomizga like va obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Bundan-da chiroyli va oson uy sharoitida tayyor bo'ladigan shirinliklarimiz, ovqatlarimiz retseptlari shu kanalda bo'ladi. Ha, shirinligini qara. Nega boshim og'ritar bu bola voy, yurishidan